Cho'tga tushdi. Endi metrimizga mana yog'i. Ukalar ko'rsanglar bo'ladi. Yangicha stil. Endi kimlardir qilgandir, lekin hali beri biz ko'rmadik. O'sha yengini yaratdik, xudo xolisa. 3 qavatli plintus. Почти to'r, mana bunisidan to'r. Endi bu sal kichkinaroq bo'ldi, sababi menga mos tushishi uchun. Ozgina anaqasi kichkinaroq bo'ldi. Xolisa ham uni ham kattaroqcha bo'ladi. Shunaqa 3 qavat qilib, qulotga qilib chiqarib berdik. Bu yerda svetlari ham o'zgacha bo'ladi. Bunaqa to'rtburchak dumaloqlik bo'lmaydi. Mana shu yerda qora uzun galagan bo'ladi. Simlarni ham akkuratli qilib chiqarib bergan unaqa. Narsalar qo'yib yubordik, shu yoqqa qimirlaganda kesib ketmasligi uchun. Hozir ish go'zal chiqadi, go'zal. Burchaklarni ko'rsanglar bo'ladi. Bitgan holatini ham xudo xolisa qo'yib boramiz. Buni razmerlarini ham aytib o'tamiz xudo xolisa. Kuzatib tursangiz razmer hammasini aytib o'tamiz. Sog' bo'lib ketgan like bosib qo'ysanglar, biz yana davom etamiz.